O'rtabozda Kalin degan qishloqqa keldim. Bir xursandchilik, xalqda xursandchiligi savob ish. Wow, молодец. Вообще laqay bo'lib ketdi lekin. Voy, nolab ketdi qo'la. Halol. Oho. Tamam. Aynen. Aha. Karşıma bir tuzunu ko'rib turma, reklamaga qo'y. Aha. Shunday. Yo'q, qozonda turganda jesang bir xillar yoqtirmaydi, da. Bu yoqda to'y boshlanib qoldi, sadaqa. Uka nega o'tirib qarn to'ydi? Mayli. Ha, Ismoil, çay. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilar. Mana men hozir O'rtabozda Kalin degan qishloqqa keldim. Sababi mana shu hozir olish boshlanish arafasidamiz. Mana shu yerda mana shu tashkilotchilardan o'zingiz bir gaplashib qoling. Men bizim mana Navobat qishlog'ida bugun xalq jiyilib, mana xursandchilik Navro'zga olish tashkil qildik. Mana palvonlar qayerda bo'lsa, katta mayda palvonlar kelsin. Bu bir xursandchilik, xalqda xursandchiligi savob ish. Shuning uchun xalq nimasi var, kim jiydi shuni 5 so'm, 10 so'm bormi, 100 so'm bormi? Hop, jiydik mana bugun shuni tashkil qildik. Parvardigor endi tinchlik, amonlik bilan o'tsin shu marakamiz. Yanagi Navruzlarga Parvardigor hammamizni eson-omon, tirnoqlarına tikan kirmay eson-omon jetaylik. Allohu akbar. Men shu Hamchun Kalelning rais mahallasiman. Mana shu olish tashkil qilganmiz. Shu sudyalarning gapi nima bo'lsa, sudyalarning gapi hal bo'lsin. Sirtdan gap bo'lmasin. Sudya halol dedimi? Halol. Harom dedimi? Halol. Shu bitta gap bo'lsin. Parvardigor mehrbon Xudo nami mahfile ki hami xalq tashkil qildi. Ba tinji ba amoni hami anjom yo'q. Xudo hami palvonora quvvat bata. Amin. Yak xursandi bo yak xushali hami ba anjom rasul Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina azab. Aynen. Murat ayla vazir. Ya yok ki Murat'la gelmedin mi? Ana. Bo'lmadi. Bo'lmadi. Sa'li qoldi. Bunlar xulos cho'zilib ketdi. Endi bu yoqda olamiz. Yangi palvonlar. Qana. Bo'lmadi. Kuştan uçlama. Ya sen üstünden uçlama. Yerge basma. Xullas oq kiyimga atasi agar shundan jig'ilsang tamom der. Voy sal qoldi. Alışan şu kızıkta südüremem geldim ne oldu çıktı bey. Baribir chiqmadi. So'g'dim. Bo'lmadi. Xullas ikki palvon charchab osilib qoldi bir-biriga teng keldi. Lekin o'sha bachcha gap yo'q, lekin shunday katta bachcha bilan shuncha teng keldi. Ikkita kattalik palvon. Voy, zo'r ketdi-yu, bo'lmadi. Halol.
Qanday? Bo'lmadi. Voh, malades. Ana bunday balon bo'ladi-da, ana bunday bo'lsa odam mazaq tomosha qiladi. Bunlar lekin xil vaqt bera olishyapti. Halal. Habeda. Tabaq falonga. Ay, hapshila qaymoq ketdi lekin. Voy, nolak ketdi qoladi. Tabaq falonga. Mehriddin Pahlavon, Jo'rquli Temur Malik. Dilshod Pahlavon, Nohiyai Jaloliddin Balxi. Momad. Halal. Ana palvonlarga aldab ketdilar. Chista halal. Bo'lmadi. Mashi. Nima. Ana hozircha mana shu davradagi eng katta ikkita palvon. Tabaq bunday qilganda-da. Tag'ayim aytgandek tabaq palvon. Oho. Tamam. Alam. Urdimi? Bir qo'ldan urib qo'ydi. Qanday bo'ldi? Plus armani bo'ldi. Mana shu ikkovidan armani bo'ldi, yana davay dedi. Yana bir oladi ekan xullas. Mana shu yerda arman qilibdi ekan, qarakiymi arman bo'lib qolmasin deb yana bitta olayin dedi. Men ketdi shu. Bir qayta endi boshqacha ko'tarib uraman deb endi. Agar shu qayta ham jig'ilsa, boshqa o'yinda arman ham qolmaydi. Lekin buna ham gap yo'q, farqi yo'q. Bo'lmadi. Naşit. Bo'lmadi. Bir xil ama deydi. Bir xil al deydi. Gulistondan kelganlar. Bir guruh kamerachilar, kamerachilar palvonlar. Yana davra markaziga qaytib keldik. Hozircha shu ikkita palvon armoniga ko'ryapti.
Bo'lmadi. Bo'lmayapti. Tamam. Tamam. Bo'ladi. Armani qamadi. Bo'ladi. Ana buna bachcha nechisi men где-то bir 6-simon olishyapman. Aq kiyim, aq birijda. Bo'lmadi. Bo'lmadi. Alışın o şu maydanda ketyapti va bunerdan shu xalqqa bular osham beryaptilar ekan ha. Ach yoningdan bir maza osh bo'lganga o'xshaydi. Pishdimi endi bu? Pishdi. Bunday qana bir katta bir sadaqa ham ekan-da. Keling boy yerga. Ana oshmisam osh. Ana osh maza bo'pti. Aynen. Aha. Qarshıma bir tuzini ko'rib turib, reklamaga qo'y. Aha. Shunday. Yo'q, qozonda turganda jesang bir xillar yoqtirmaydi-da. Endi internetda odamlar ko'radi. Buni oshni ham yaxshilab aralashtirib, bunday qana ser sabzli bo'pti-ya. Mana bu raisimiz. Mahalla rais. So'zingiz. Har kunlari alishni oxirida beradi. Na xullas bu yoqda to'y boshlanib qoldi, sadaqa. Ukam nega o'tirib qarn to'ydi? Mayli gapi bor o'zi. Keyin nima bo'ladi? Mayli gapi yo'q. Unda mehmonlarga osh tuzyapti. O'rta chachalarni chachqan. Ana buni endi bismillah deb boshladik. Alg'ayna boshladingizmi axir? Ha, Ismoil, chayq. Bismillahirrohmanirrohim. Nanga qara, nanga taylanga. Olib keladi. Dilshod. Şöyle tut. Lekin oshingiz zo'r bo'pti, ana. Действительно. Jeb ko'rdik. Shu katta polvonlar o katta go'daqlar umuman qolmadi. Oh Allah. Bom. Oy, sarlı qol. Halol. Kur'an'a bunun lakabı Diyora. Damın mı?
Ruhshona yakoga yaşama bitta 100 so'mlik. Bitta 100 so'mlik. Bo'lmadi. Yoshlar. Yana yaxshilamoqchi. Hop. Tamam, shu qaytamiga shunday bo'lsa tamam. Yoraga qara. Bo'lmadi lekin. Shukron oxirigacha bor. Jabish. Jabish. Ha. Ha, Shukron. Alo. Qo'yasha diyoran qilma. Qiziq. Şu çıkıp gel bana emresini. Şu çıkıp gel bana emresini.